Assalomu alaykum hammaga. Biz yaxshi ko'rgan Smile Baby tagligi. Ko'p kinolarimiz mana shu taglikni yaxshi ko'radi. Nima yaxshi ko'radi, qaysi jihatni yaxshi ko'radi? Men sizlarga buni hozir suv quyib, qanchalik suv shimishi jarayonini, qanchalik suv shimish qobiliyatini ko'rsatib beraman hozir. Yangisini ochamiz. Ko'rlaysiz, yangisi. Buni olib turamiz. Mana Smile Baby. Ochib oldik. Video ko'rinyapligini umiddaman. Bir kishi bo'lgani uchun mana shtativ bor. Buni ushlab turadigan odam. Yana suv quyamiz. Yana suv quyib oldim. Bizda mana shunday keladi. Mana shu yerlardan. Voy to'llaydi. Bismillah. Sana bu. Tak 1 litrdan ichi oshdi. 1 litr deylik. 1 litr suvni ko'rmadim deman. Sifati a'lo. Endi bildim kinoyi. Siz nimaga yaxshi ko'rishingizni. Suv shimishi, to'plam qolmasligi. Har tomonlama zo'r taglik ekan. Tavsiya beraman. Zo'r.